Bismillahirrohmanirrohim. Odamlarning ko'zida katta mansabdor bo'lish, katta boy bo'lish, mashhur bo'lish, shon-shuhratga ega bo'lishlik. Bu narsalar insonni o'lim bilan tavomiga yetadimi? Demak, ato emas bu. Alloh katta olganda buni zuvolasini qara, yegani oldida yemagani ketida. Qayoqqa uzatsa qo'li yetadi. Lekin ibodat yo'q, dindan uzoq. U eng faqir odam deyiladi. Kapanni cho'ntagi bo'lmaydi. Ipekka o'rab ko'mganini ko'rganmisizlar bironta bir prezident yoki boyni? Hammani suribga o'raydimi? Hammani qabri bir xil oladimi yo kafilashtirib chiqadimi qabriga ham? O'lim bilan tamom bo'lgan narsa alman deyilmaydi. Allohning atosi alman o'lim bilan tugab qolmaydi. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu aytgan edi. Haqiqiy boy va haqiqiy faqir Allohga ro'baro bo'lgandan keyin aniq bo'ladi. Kimni haqiqiy boyligi, kimni haqiqiy kambag'alligi qachon bilinar ekan? Alloh taologa ro'baro bo'lganingizdan keyin. Shuning uchun birodarlar, ana Zayd boy, ana Amr faqir demanglar. Chunki bizni tushunchamizda, bizni tasavvurimizda, bu dunyoyimizda boy kambag'al deyilyapti. Lekin Allohning oldiga borganda ko'ramiz. Sulaymon alayhissalom Allohning eng yaxshi ko'rgan bandalaridan, payg'ambarlardan. U kishidaqa podsho bo'lmaydi. Mendan keyin hech kimga nasib qilmaydigan mulkni, saltanatni bergin deb so'ragan edi. Jinlar xizmatida bo'lgan. Parandayu daranda hayvonlarning tilini tushungan. Hammasi Sulaymon alayhissalomning qo'shini, armiyasi bo'lgan. Lekin shu kishi vafot etgandan keyin deyiladi, jannatga kiradi payg'ambar u kishi. Hamma payg'ambarlar kirib bo'lgandan 40 yil o'tib keyin kiradi. Kiradi baribir. Nima uchun hammadan keyin kiradi? Hisob-kitobning og'irligidan, hisob-kitobning qiyinligidan. Shuning uchun inson dunyoda kambag'al bo'lganiga xafa bo'lib yashaydi. To'g'ri, kambag'al bo'lgandan ko'ra badolat bo'lgan yaxshi. Lekin kambag'al bo'lganiga qiyomat kunida quvonadi. Shunday bir shirkatlar bor. Ustavno kapitali ancha-muncha mamlakatdan ko'ra kattaroq boyligi. Konsertlar, korporatsiyalar bor. Egalari shunaqa bir katta boy. Ammo ana shu puli har qancha katta bo'lmasin, qabrga quruq kirishadi. Mana ko'p takrorladik. Mana Apple kompaniyasining asoschisi Steve Jobs 56 yoshida o'lib ketdi. 8 milliard dollar qoldirdi. 8 milliard dollarni to'plab qo'ygan odam oshqozon osti bezini saratonidan, rakidan o'ldi. O'lim oldida aytgan gaplaridan o'lim degan haqiqatni oldida meni to'plagan obro'yim, qilgan tijoratim, topgan boyligim sariq chaqaga ham arzimas ekan deb dodda bo'lib ketdi. Shuning uchun birodarlar, haqiqiy boy va haqiqiy kambag'al Alloh taologa ro'baro bo'lingandan keyin bilinadi. Qabrga yolg'iz kiriladi. Eng katta yutuq, eng katta g'alaba, eng katta muvaffaqiyat Alloh taologa itoat qilishlik bilan qo'lga kiritiladi. Mana yutdi shu odam deydi, yo yutkizdi deydi odamlar. Katta foyda qildi yoki katta zararga kirdi deydi odamlar. Bu katta foyda va katta zarar odamlarning nazarida katta foyda va katta zarar. Haqiqatan u katta foyda, katta zararmi? Siz foyda deyotgan narsani Alloh foyda deganmi? Siz katta zarar degan narsani Alloh zarar deganmi? Mana shu narsa bizni qiziqtirish kerak. Astag'firullah. Va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima. Kim Allohga itoat qilsa, uning payg'ambariga itoat qilsa, baxt u ulkan yutuqqa, baxtga erishibdi. Eng katta yutuq deb Alloh taolo nimani aytdi bu yerda? Dunyo matohinimi? Itoatni aytayapti. Kim Allohga va payg'ambarga itoat qilgan bo'lsa, eng katta yutuqqa shu odam erishibdi deyapti. Itoat qilyapmizmi? Alhamdulillahi robbil alamin. Ana shu itoatimiz qanchalar yuqori bo'lsa, qanchalar taqvoyimiz baland bo'lsa,
Alloh aytayotgan yutuq shunga yarasha bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh dedik, umrimizda bir marta ixlos bilan ishonib, musulmonlar safiga kirdik. Endi buni bu yog'iga taqvoyimiz va toatimizga qarab turib, yutug'imiz belgilanadi. Kim ertalab payg'ambarimizga 100 marta salovat aytdi? O'ziga savol bersin. Kim ertalab turib 100 marta la ilaha illalloh dedi? Kim ertalab mana peshingacha la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir deb 100 marta aytdi. Aytganlar yutuqda bugun. Aytmaganlar yutkizdi. Kunimiz shunday o'tyapti. Shuning uchun yutuq deganda qimmat mashinani minib, qimmat telefonda ushlab, imoratda hashamatli solib qo'ygan bo'lsa, buni yutuq demaylik. Kim Allohga va payg'ambarga itoat qilsa, mana shu odam katta yutuqqa erishibdi deyapti. Kim aytayapti buni? Alloh taolo aytayapti. Fawzun azim. Ulug' baxt deyapti Alloh taolo. Odamlar ham aytishadi shu so'zni. Ulug' baxt bu yutdi deydi. Endi Alloh ulug' baxt degan so'z bilan odamlar ulug' baxt degan so'z bir xilmi? Buni tushunish uchun bir misol aytamiz. Katta mablag'. Bu nechta pul bu? Menda ko'p pul bor debdi birov. Nechta pul bo'lishi mumkin? O'sha pulni menda ko'p pul bor deyotgan odamni kimligiga qarab turib belgilaymiz summasini. Masalan, hayit bayram bo'ldi, qarindoshlaridan hayitlik oldi. 6 yashar bola aytadiki, menda katta pul bor deydi. Men ro'ziyam pulim ko'p deydi. Nechta pul bo'lishi mumkin u? 2000 so'm bo'lishi mumkin. Katta pul uchun 6 yashar bola uchun. U ham katta pul. Kim uchun katta pul? Yosh bola uchun. Endi bir rivoj topgan, taraqqiy topgan mamlakatda prezident aytdi. Iqtisodimizni rivojlantirgani katta mablag' to'plab qo'ydik dedi. U qancha pul bo'lishi mumkin? Milliardlagan dollar bo'lishi mumkin. Qarang, bir xil aytilgan so'z, katta pul. Yosh bola gapirsa 2000 so'm bo'lyapti. Boshqa prezident aytadigan bo'lsa, katta mamlakat prezidenti milliardlar bo'lyapti. Shuning uchun mana shu odam yutuqda deb odamlar aytganda, u odamlarning nazarida yutuq. Endi Alloh taolo aytayapti. Kim Allohga va payg'ambarga itoat qilsa, ulkan yutuqda deyapti. Yutuqda ekanmizmi, birodarlar biz? G'arb ko'rsatishadi, sharq ko'rsatishadi. Menga mashinalarni qara, supermarketlarni qara. Moncha oliy olar ekan bir oyda. Maza qilyapti-da shular. Shularni zuvolasini katta uzganda zo'r deb havas qilyapmiz. Mana shu gapni gapirayotgan paytimizda mo'minligini sal esimizdan chiqib qolyapti-da. Birodarlar, zo'r yashayapti dunyoda deganda biz iymondan kelib chiqib turib gapiraylik. Allohni taniydi. Allohni bitta deb biladi. Farzlarni bajaradi. Haromlardan tiyilgan, qo'lidan kelgan nafl amalni qiladi. Shu odam eng katta yutuqdagi odam. Uni mashinasi, uni dunyosiga qaramanglar. Chunki Alloh yutuq deyotganda nimani aytayapti? Dunyonimi? Nimani aytayapti? Alloh va rasuliga bo'lgan itoatni. Shuning uchun birodarlar, fawzun azim, ulug' baxt deganda biz iymonni, taqvoni, amalni tushunamiz. O'lim bilan tamomi yetadigan narsa Allohning in'omi, atosi, alman deyilmaydi. Allohning in'omi, atosi, alman siz bilan qabrga ham birga kiradi. Odamlar dunyo matohini katta narsa deb bilishadi. Dunyoni boyligini, hayotning bir orzusi, mazmuni deb bilishadi ba'zi bir odamlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Muslim keltirgan hadisda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allohi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha shurbata ma." Mana odamlar uni orqasidan qo'volab yurgan dunyo matohi, boylik, dunyo matohi. Rasul aytadilar, agar bu dunyo uni ichidagi matohi Alloh uchun chivinning qanotichalik qadri bo'lganida edi, undan kofirga bir qultum ham bermagan bo'lar edi. Chivin o'zi qancha vazni bor?
Endi uni ikkita qanotini bittasi. Uni qancha vazni bor? Umuman ustingizga tushganini ham bilmaysiz, ustingizdan uchib ketganini ham bilmaysiz. Allohning nazdida dunyo matohi boyligi chivinni qanotishalik qadri bo'lganida kofirlar u dunyodan olishmasdi deydi. O'shuning uchun o'lchov tushunchalarimizni to'g'rilab olaylik. Eng katta yutuqda kim ekan? Mo'minlar ekan. Demak, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning bizni oramizga yuborilishliklari Alloh taoloning eng katta in'omi bo'ldi. Astagfirullah. Laqad manna Allohu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Albatta Alloh mu'minlarga o'zlaridan bo'lgan payg'ambarni yuborishi bilan in'om qildi, ato qildi, yaxshilikni berdi.